Voy, aka, bu juda qimmat magazinga o'xshayapti. Mash pulim bor xolasda nima olsam bo'lar ekan bunga? Amirxon, bu pulingizga bu do'konda mash qatoridagi xohlagan narsangizni tanlab olsangiz bo'ladi. Yaqindagina Kosonsoyda faoliyatini boshlagan Feruz Family Shop brendning 1 yilligi munosabati bilan ajoyib aksiyaga start bermoqda. Mana qarang aka, bu kabani ochilganiga ancha bo'ldi shekilli. Yo, Amirxon Bey oldin kabani bo'lgan, yaqinda bu Feruz Family Shop rebranding qilib bu joyda faoliyatini boshladi. Bularning o'zi asli Andijonda 2 ta filiali bor, bu Kosonsoydagi 3-filial hisoblanadi. Erkaklarga zo'r kiyimlar bor ekan-a? Ayollarga ham bormi yo bu yog'i boshqa do'konmi? Bu yerda nafaqat erkaklar va ayollar, hattoki bolajonlar uchun ham ajoyib kiyim-kechaklarni topsangiz bo'ladi. Doim bozorga borardik, bolalar u tarafga, ayollar bu tarafga ketib qolib, tarqalib bir-birimizni qidirib yurardik. Yaxshi bo'pti, xudo xolasa, kelib hamma bir joydan bozor qilib ketaverar ekan. 35 ming so'mmi? Kakras bolalarni o'tganligi bahorgi kiyimlari kichkina bo'lib qoladi. Shetdan olsak bo'lar ekan-u. Nafaqat bularning narxi qulay, balkim sifati ham zo'r. Deyarli barchasi Xitoy fabrichniy mahsulotlar hisoblanadi. Feruz Family Shopda ayollar uchun turli xildagi kiyim-kechaklarni atigi 75 ming so'mdan boshlab xarid qilsangiz bo'ladi. Aynan bayram kunlari yaqinlashyapti. Mana 8-mart, Hayit, Navro'z, ayollarga nima sovg'a qilaylik ekan deb o'ylanib turganlar bo'lsa, variantlar juda ko'p ekan. Amirxon, menimcha ayollarimizga eng o'sha yoqimli sovg'alardan biri kiyim-kechak bo'lsa kerak, chunki kiyimni sevmaydigan ayollar menimcha yo'q. Shunaqa. Navro'z ayyomi yaqinlashmoqda. Ushbu ayyomda maktablarda, bog'chalarda qizaloqlarimiz uchun milliy turdagi mana bunday kiyim-kechaklar juda ham kerak bo'ladi. O'zi bolajonlar yaqinda aytib turishuvdi, shu maktabga tadbir bo'ladi, bayram bo'ladi. U hali joydan yana arendaga yalinib kiyim olib kelish kerak deb o'ylab turuvdi. Yo'q Amirxon, endi ijaraga olishga hojat yo'q, chunki bu yerdagi kiyim-kechaklarning narxi ijara narxi bilan deyarli teng. Qancha? 75 ming so'm. 75 ming so'mga kelib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Aka, bu bolalarimizga, ayollarimizga deb bitta shimi 5-6 yillab kiyadigan ota-bobolarimiz va aka-ukalarimizga bir variantlaringiz bormi? Bor albatta. Bu yerda erkaklarimiz uchun futbolka, ko'ylak, shim, xullas izlagan barcha kiyim-kechak mahsulotlarini topsangiz bo'ladi. Misol uchun mana shu shimlarni 75 ming so'mdan boshlab 175 ming so'mgacha Feruz Family Shopdan qulay narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Ya aka, mana oyoq kiyimlar ham bor ekan, bular narxi qanaqa ekan? Hozirgi paytda oyoq kiyimlar narxi 35 ming so'mdan 135 ming so'mgacha etib belgilangan. Xullas Amirxon bu yerga barcha oila a'zolaringizni olib kelib boshdan oyoq kiyim kiyish uchun hamma narsalar bor. Xullas oilaviy shopping qilish uchun kosonsoyliklarga ideal manzillardan biri bu Feruz Family Shop hisoblanadi. Do'konning manzili esa Kosonsoy tumani markaziy chorrahasi Max binosining 1-qavatida. Joriy yilning 7 hamda 8 mart kunlari ushbu do'konda ajoyib aksiya bo'lib o'tadi. Agar siz bularni Telegram hamda Instagram kanallariga obuna bo'lgan bo'lsangiz, bu joyga kelib nimadir xarid qilsangiz, sizga ajoyib sovg'alarni taqdim etishni rejalashtirishgan.